Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Biz hozir Buxoro shahriga tashrif buyurdik. Bu yerni Bahovuddin Naqshbandiy majmuasi deyiladi. Majmuaga asosiy kirish qismi Toqim yondan boshlanadi. Bu inshootni Shayboniy Abdullaxon II barpo ettirgan. Endi ichkari kirib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Dilovar darvozasi 18-asrga oid. Mana o'sha toshlar. Ichkari kirib ko'rsatamiz. Shayboniylar dahmasi 16-asr. Raraviy daroz 14-asr. Bularning hammasi dahmalar. Abdulaziz Xon xonaqosi 16-asr. Bu ehsonxona. Yegulik narsalar mana shu o'rtaga qo'yilgan. Ziyoratga keluvchilar bemalol ovqatlanib, ziyoratlarini davom ettirishgan. Berilgan. Ismlari to'liq Jaloliddin Muhammad. Onalari ismi Bibi Orifa. Bu qishloqning ismi Qasri Hinduvan deyilgan. Hinduvan degani bu bir vaqtlar she'rda hindlar yashab ketgan. Sekin-sekin olimlar paydo bo'lgandan so'ng Qasri Orifon deyilgan. Olimlar shahri deyilgan. Bir vaqtlar she'rda ikkita zot o'tadi, bittasi Bobi Samosi, bittasi Ali Rometani. Bir vaqtlar bular shu qishloqda bir safar qiladilarki, Said Mirkulor hazratni ziyoratga keladilarki, Said deydilarki, she'rda bir mard jasur, adolatli Qur'onga naqsh chizuvchi bir bolani hidi kelyapti. Shu bola dunyoga kelsa, buni Hazrat Abdug'joniy hazratlariga xabar qiling. Bobi Samosi, Ali Rometani hazratlari Rometan tumanida dafn qilingan. Xo'ja Ali Rometani. Bu qishloqning ismi Xo'ja Azizon edi, nom o'zgardi, Rometani bo'ldi, keyin Ali Rometani bo'ldi. Bir vaqtlar bular shu qishloqda bir safar qiladilarki, Said Mirkulol hazratni ziyoratga keladilarki, Said she'rda bir mard jasur, adolatli Qur'onga naqsh chizuvchi bir bolani hidi kelyapti. Shu bola dunyoga kelsa, buni bizga xabar qilinglar. Qarang, Allohning karomatiki, bular shu qishloqni tark etayotgan paytlarda Hazrat Abdug'joniy hazratlari shu qishloqqa bir safar qiladilarki, Said Mirkulol hazratni ziyoratga keladilar. Said deydilarki, she'rda bir mard jasur, adolatli Qur'onga naqsh chizuvchi bir bolani hidi kelyapti. Shu bola dunyoga kelsa, buni bizga xabar qilinglar. Qarang, Allohning karomatiki, bular shu qishloqni tark etayotgan paytlarda Bibi Orifa onaxonimiz Hazrat Bahovuddin Naqshband hazratlarini dunyoga keltiradilar. Hazrat juda yosh bo'ladilarki, birinchi Said Mirkulol hazratlari duolardan o'chiradi. Lekin Hazrat boring, sizga duo yo'q deydilar. Bunda xafa bo'lmanglar. Bir choyxonaga borsalarki, ikkita qimorboz jang qildi. Men deydilar, hamma narsani oldim. Endi nima bor desa, meni jonim bor deydi. Yo'q, astag'firulloh, bu ikkita qimorboz jonini tikyapti-yu, men borib deydi bir Said Mirkulol hazratlari duolarini ololmayman. Said Mirkulol hazratlari o'zlarining qo'ydilarki, qani hozir shogirdim bo'lsa-yu, meni toratimga suv taxlagan bo'lardi deb. Shunday so'zlarki, ostonaning tagida Hazrat Bahovuddin Naqshband hazratlari yotibdi. Shunday yo'lni bosaladi. Hazrat aytadilar, endi siz duoni yetdingiz deydilar. Sizga shunaqa bir duo berayki, ilohim deydilarki, sizni ostonangizdan odamlar arimasin. E'tibor qilgan bo'lsangiz, odamlarning qadamida bo'lmayapti.
uzilmayapti. Endi aytadilarki, sizni niyat qildinglarki, Bobiy Samosiyga Ali Rometani hazratlariga shogirdlikka beraman. Hazrat Bahovuddin Naqshband hazratlari 7 yoshda Qur'onni yodlaydilar va Bobiy Samosiy Ali Rometani hazratlarini voyaga yetgancha ta'lim beradi hazrat. Endi aytadilarki, men qaradim, sizni niyat qildinglarki, ruhiy, ma'naviy ustozingizga shogirdlikka beraman. Hazrat Abdulg'oniy hazratlar o'shaga ma'naviy, ruhiy ustozlik qiladilar. Siz aytadilarki, sizni qaysi qishloqdan olib ketgan bo'lsam, o'sha qishloqda borib ta'limingizni olasiz. Hazrat bu qishloqda kelgan paytlarda juda bir ahvol og'ir bo'ladi. Yetim yesirlar, kam ta'minlangan oilalar juda ko'p bo'ladi. Ey insonlar deydilar, Alloh ko'nglingizda bo'lsin, mehnatingiz qo'lingizda bo'lsin. Hazrat vafot etganlardan so'ng Muzaffarxon tomonidan erkaklar, ayollar masjidlariga so'qinadi. Birinchi prezidentimiz tomonidan, Islom Karimov tomonidan ana shu ikkita ayvon hadya qilinadi. Hazratdan qolgan chillaxona Muzaffarxon tomonidan erkaklar, ayollar masjidlariga so'qinadi. Asl hazrat tug'ilgan joylar, onaxonlar, hovlilar bo'ladi, lekin vasiyat qilinganlarda meni o'zimni hovlimga dafn qilingan. Hazratning bir gaplari bor. Ey insonlar, Alloh ko'nglingizda bo'lsin, mehnatingiz qo'lingizda bo'lsin. Ziyoratlaringiz xayrli, barakali, manfaatli bo'lsin. Rahmat. Buxorolik 7 pir ziyoratgohlari. Ular qaysilar? Mana oraliq masofalari kilometrlar bilan belgilab berilgan. Hammaga rahmat.